Gazprom O'zbekistonga gaz eksportini oshiradi. Rossiya gazini Markaziy Osiyodan bo'lgan iste'molchilari Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'izistonga yetkazib berish 2025-yilda 22% ga oshdi. Bu haqda Gazprom xabar berdi. Assalomu alaykum. Qayd etilishicha, 2025-yilda Markaziy Osiyo va Kavkaz ortiga eksport hajmi oshgan va Gazprom yaqin xorijga ishonchli gaz yetkazib berishda davom etadi. Xususan, kompaniya Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'izistonga Rossiya gazini yetkazib berishni 22,2% ga, Gruziyaga esa 40,4% ga oshirgan. O'zbekiston 2023-yilda Gazpromdan gaz sotib olishni boshlab, tabiiy gazni sof importchisiga aylangan edi. Yetkazib berish Markaziy Osiyo markaz magistrali orqali teskari rejimda amalga oshirilmoqda. 2023-yilda Gazprom O'zbekistonga 1,28 milliard kub metr, 2024-yilda esa 5,64 milliard kub metr tabiiy gaz yetkazib berdi. Qozog'iston energetika vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilda O'zbekistonga Rossiya gazini yetkazib berish hajmi 6 milliard kub metrga ko'tarilishi mumkin. Shu va shunga o'xshash xabarlarni biz bilan kuzatib boring. Kanalda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, ushbu video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'yishga erinmang. Qadrli muxlis, o'zingizni ehtiyot qiling.